qopqoqni to'g'rilab qo'yaylik. Buvijon, menga tegmang. Qo'y, men tugatdim. Coca-Cola ta'mli jeli xohlayman. Qilib berasizmi? Juda oson. Qani, pishirishni boshladik. Menga kola kerak. Avval mana buni. Juda zo'r. Voy, dahshat! Voy, kechirasizlar bolalar, hozir to'g'rilayman. Yo'q, Mayk! Meni kechiring. Voy, sal oshirib yuboribman. Endi shishaga Nerds konfetlarini solishimiz kerak. Faqat shirin makka jo'xori siropini qo'yish qoldi. Xuddi Emily xohlaganidek. Unga albatta yoqadi. Menga buning keragi yo'q. Mayk, ehtiyot bo'l. Iflos bo'ldi. Voy, kechiring. Shishani yopib, hammasini aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Ajoyib chiqdi. Emily buni yaxshi ko'radi. Voy yo'q, shishaga yopishib qoldim. Qo'yib yubor. Voy! Yiqilib tushdim, lekin hammasi joyida. Qanday zo'r! Voy, bu jeli g'alati ko'rinar ekan. Nima o'ylab topsam ekan? Asaldan jeli qilaman, lekin menda asal yo'q-ku. Topdim. Mening arilarim ko'p asal yig'ishgan. Menga bir oz berishga qarshi bo'lishmaydi. Mana ari uyasi ham shu yerda. Salom azizlarim. Boshimda uchishni bas qilinglar. Sizlardan bir oz asal olishga keldim. Maylimi? Ajoyib. Menga yetarli bo'ladi. Xayr. Men qaytdim. O'zim emas, asal bilan. Voy yo'q, arilar juda ko'p ekan. Buvijon. Hozir lopatka bilan bir oz asal olaman. Zo'r. To'g'ri shishaning ichiga. Kim u baqirayotgan? Nimalar bo'lyapti? Voy! O'zim bilan arilarni ham olib kelibman, lekin hech kim yo'q. Endi tinchlik va osoyishtalik bo'ldi. Shishani asal bilan to'ldirib bo'ldim. Uni yopib muzlatgichga yuborsak ham bo'ladi. Muzlab sovib tursin. Menda bundan ancha yaxshi g'oya bor. Kola olib, undan jeli qilaman. Coca-Cola, bir oz marmelad va bir oz oltin qo'shaman. Bu nafaqat mazali, balki aql bovar qilmaydigan darajada chiroyli bo'ladi. Endi hammasini aralashtirishimiz kerak. Aralashtiramiz. Hammasini bo'sh Coca-Cola shishasiga quyamiz. Qanday chiroyli oltin rangli jeli. Hammasini quyib bo'ldim. Varonkani olib tashlaymiz. Bu zo'r-ku! Yo'q, Mayk, bu dahshat. Endi esa bularning hammasini muzlatishim kerak. Bir oz suyuq azot. U hamma narsani ancha tez muzlatadi. Voy, Mayk, mo'jizani qara. Juda chiroyli, shef. Asalli jelim esimdan chiqib ketayozibdi. Mana bu boshqa gap. Voy, sal sovuq ekan, tatib ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Men hozir ushbu jelini tatib ko'raman. Juda ishtahani ochar ekan. Yana ayiqcha shaklidagi shishada. Voy, mazali ekan. Bu yerda nima bor? Sehrli ko'rinyapti. Bu haqiqiy oltinmi? Tatib ko'rishim kerak. Voy, Coca-Cola ta'mi kelyapti. Men aynan shuni xohlagandim. Voy, zo'r! Bu Nerds konfetlari qo'shilgan jeli. Juda mazali bo'lsa kerak. Bu aql bovar qilmaydigan darajada mazali. Tilimni yutib yuboray dedim. Siz g'olib bo'ldingiz. Nima? Rostdanmi? Dahshat! Hoy, buvijon, xalaqit bermang. Endi quymoq xohlayman. Mana bu chiroyli rasmga qarang. Menga
Menga shuni tayyorlab bering, iltimos. Kutib turaman. Bu juda oson. Tovaga bir oz rangli xamir qo'yaman. Ayiqcha shaklidagi mini quymoqlar qilmoqchiman. Ular rang-barang, kichkina va yoqimtoy bo'ladi. Buvijon, menga xalaqit bermang. Unga tegish mumkin emas. Miya jonimga ajoyib g'oya keldi. Men eng zo'r quymoqlarni pishiraman. Emily ikkalamizning Chloe ismli kuchugimiz bor. Men kuchugimiz shaklida quymoq chizaman. Juda chiroyli chiqadi. Qora xamir bilan konturni chizib, ichini rangli xamir bilan to'ldiraman. O'xshayapti. Emily quymog'imni ko'rib hayratda qoladi. Bir oz mayda detallar. Voy! Hammasini ag'daramiz. Sal qolsa tushirib yuborardim. Buvijon, nima? Tomorqamdan biroz sabzavotlar uzib olishim kerak. Sabzi va kabachki. Men keldim. Meni yo'qotib qo'ydingizlarmi, a? To'g'ri, tomorqadan olingan yangi sabzavotlar. Hammasini qirg'ichdan o'tkazamiz. Sabzi va kabachkidan quymoq qilaman. Bir oz un va tuxum qo'shaman. Albatta bir oz sut ham. Endi hammasini venchik yordamida aralashtirish qoldi. Oz qoldi. Ajoyib xamir bo'ldi. Uni tovaga solamiz va ularni ag'daramiz. Mike, tatib ko'rishni xohlaysanmi? Bemaza! Hammasini likopchaga solamiz va bir oz smetana. Juda mazali. Ustiga bir oz ko'katlar. Nima deysizlar? Kichkina Emilyga rahmim kelyapti. Mini quymoqlarimni tovadan oladigan vaqt bo'ldi. Hammasini likopchaga solamiz. Qulupnayli murabbo. Ajoyib. Uni likopchaning quloqlariga quyaman. Men mohir oshpazman. Emily, qani kel, biz tayyormiz. Hamma quymoqlar tayyor. Juda yorqin va ishtahani ochar ekan. Bu nima? Bunchalik jirkanch bo'lmasa? Iflos! Bu yerda nima bor? Bular mini quymoqlar ekan. Zo'r ko'rinyapti. Bittasini tatib ko'raylik. Mazali! Bu yerda nima bor? Kuchugimiz Chloe! Bu quymoq aql bovar qilmaydigan darajada mazali ekan. Mike, bu haqiqatan ham juda yaxshi. Yahu, men yana g'olib bo'ldim. Rahmat, singiljon. Bu safar burger xohlayman. Uni menga pishirib berasizlarmi? Ajoyib, men kutyapman. Qiyma go'shtmi? Bunchalik jirkanch bo'lmasa, unga tegishni xohlamayman, lekin majburman. Xo'sh, ajoyib. Endi lopatka, qarang bujon. Yaqin qolgandim, lekin dahshatli ko'rinyapti. Bilasizmi nima? Men Emily uchun shirin burger tayyorlayman. Menga Nutella va qoshiq kerak. Bulochkaga bir oz Nutella surtamiz. Mazali! Nachinka uchun esa zefir ishlataman. Men ham burger tayyorlaydigan vaqt keldi. Nima? Men sizga mahorat darsini ko'rsataman. Juda yaxshi. Muncha maqtanchoq bo'lmasa, endi kotlet qilamiz. Uni qovuramiz. Biroz charchadim shekilli. Uxlamang. Burgerni tugatishimiz kerak. Ishonchim komilki. Nabiram. Ko'ryapsizmi? Men zefirlarni qovuryapman. Ularning erishini xohlayman. Biroz marmelad qo'shamiz va mana. Xudoyim, Mike. Yaxshiyamki Emilyning men kabi professional oshpazi bor. U xohlagan taomini pishirib beradi. Mana bu bekon. Albatta biroz ketchup, salat bargi va ustiga kotlet, pishloq, pomidor, piyoz va
Bekon. To'g'ri. Buni yana bir necha marta takrorlayman. Aql bovar qilmaydigan darajada mazali bo'ladi. Tayyor. Voy, bunchalik ulkan burger. To'g'ri, burgerimni pishirishni tugatadigan vaqt keldi. Let's go! Biroz sabzavotlar qo'shamiz. Oh, tuzlangan bodring, ularni o'zim tayyorlaganman. Pomidor va biroz souslar. Uni bulochka bilan yopamiz. Endi burgerlarni solishtiramiz. Oh, sizniki baribir balandroq ekan, lekin meniki mazaliroq. Buvijon, xavotir olmang, hammasi nazorat ostida. Menga faqat jalani eritish kerak edi. Emily, tatib ko'r. Ready. Voy! Mana buni burger desa bo'ladi. Juda ulkan ekan. Tatib ko'rishim kerak. Og'zimga ham sig'mayapti, lekin juda mazali ekan. Menga yoqdi. Bu yerda nima bor ekan? Bu ham katta burger ekan. Voy! Hammasi to'kilib ketdi. Keyingisiga o'tamiz. G'alati ko'rinyapti. Oldin hech qachon bunaqa narsa yemaganman. Bu shirin burger ekan. Zo'r! Bu g'oya menga yoqdi. Xo'sh, g'olib esa shef. Oh, rahmat, Emily.